Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar uchun uzum tokini tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Men tokni oldiga kartoshka qovurdim. Xohlovchilar uzuni yoki xohlagan garnir bilan dasturxonga tortishingiz mumkin. Masalliqlarni odam soniga qarab ozaytirib, ko'paytirib olishingiz mumkin. Uzum toki ichiga farsh, ya'ni qiyma, piyoz, ozgina guruch, tuz, ziravorlar kerak bo'ladi. Avval kartoshkamizni to'g'rab, qizartirib, oz-ozdan qovurib olamiz. Kartoshkamizni qovurish davomida tokimizni ichiga soladigan masalliqlarni to'g'rab olamiz. Piyozlarimizni maydalab, hamma masalliqimizni kerakli idishga solib, ziravor, tuzlarni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Uzum bargimizni 3-4 tasini yoyib, ustma-ust qo'yib katta qilib olamiz. Ochilib ketmasligi uchun ikki chekkasini yopib, masalliqimizni yaxshilab o'raymiz. Ip bilan boylashning keragi yo'q. Kartoshkamizni bosib qo'yamiz tepasiga. Kartoshkalarimizni qovurib oldik. Tokimizni o'rab oldik. Endi toza qozonga 3 osh qoshiqcha yog' quyamiz. Toklarimizni terib chiqamiz. Tepasiga qovurgan kartoshkamizni solib va ustidan ziravor va ko'katlarimizni solamiz. Ustiga bir chanacha suv quyamiz. Dimlab 15-20 minutga past olovga qo'yamiz.